razmerda yuboramiz. Uyning razmeri adashmasam 3,5 ga 7,35 ekan uyning razmeri. Mana bu xolasa. Orqalari ham o'zini materiali, sidinalarini polni 40 pul 30 machalkada qilib berdik. Bunimizni narxi juda balandroq ekan. Nima desanglar 40 pul 30 machalka, 100% sasna yog'och. Oynalari ham kalyonli oyna bo'ldi. Oynasini o'zi ham uzun. Bitta butun bilan qilib Hop, bunimizni narxi keladigan bo'lsak, bu tamash komplekti. Mana mash turishini $1100 ga qilib berdik. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilsanglar, chiroq qilib sizlarga ham shuni aql qilib beramiz. Zaklatga keladigan bo'lsak, 100 ming, 200 ming so'm zaklat bersanglar bo'ldi. Sanjar aka meni Nodir sen taniyman uka. Men $200 zaklat beraman, boshlab berdi. $200 berdi, yana $200 berdi, $400 zaklat bilan boshladik. Xudo xolasa chiroq qilib barcha YouTube obunachilari, mana sizlarga navbatdagi vlogimizni video obzorini boshladik. Xudo xolasa bunimiz juda katta razmer. Bunaqa razmer hali qilmagan edik. Uzunasiga 7,35. Salkam 7,5 metr. Tumbasi ham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta tumba. Stolini uzunligi ham o'zi bunimizni bir yaqin akamlarimiz Sanjar akamiz degan akamizga qilib berdik. Sanjar aka o'zidan kimga kerak bo'ladigan uyning razmeri adashmasam 3,5 ga 7,35 Sidinalarni 40 machalkada qilib berdik. Bunimizni narxi juda balandroq bo'lgan. Nimaga desanglar, 40 pul 30 machalka, 100% sasna yog'och. Oynalari ham kalyonli oyna bo'ldi. Oynasini o'zi ham uzun ko'ryapsiz. Bu yerda ulog'i bor. Bitta butun bunaqa list bo'lmaydi. Mana bu yerda 2 ga ajraydi oyna. Mashadan. Hop, bunimizni narxi keladigan bo'lsak, bu tamash komplekti. Mana mash turishini $1100 ga qilib berdik. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilsanglar, chiroq qilib sizlarga ham shuni aql qilib beramiz. Zaklatga keladigan bo'lsak, 100 ming, 200 ming so'm zaklat bersanglar bo'ldi. Sanjar aka meni Nodir sen taniyman uka. Men dedi $200 zaklat beraman, boshla uka dedi. $200 berdi, yana $200 berdi, $400 zaklat bilan mana boshladik. Xudo xolasa chiroq qilib o'rnatib, mana xudo xolasa yarashimini ham o'zingizlar bir ko'rasizlar. Inshaalloh. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Xudo xolasa chiroqli qilib sizlarga ham shuni aql qilib beramiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Suratga tortib